To'g'risi, men bu uyni ko'rib, choyxonada bo'yladim. O'zingizlar bitta baho beringlar. 8 sotuli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan, bir ko'rinishda ham choyxona, xohlasanglar bog'cha qilaman desanglar ham juda ham zo'r bo'lar ekan. Yashashni olaman desanglar ham katta oila bo'lib bemalol yashash mumkin, xonalari juda ham ko'p. Olmazor tumani Chimboy mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shunaqa ajoyib uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Kirish darvozaxonasini ko'rdinglar. Xuddi anu meropриятие qilganinglarda juda ham kerak bo'ladigan joy. Planirovkalarni tushuntirib beraman. Bu yoq tarafi o'zida qaranglar, bizda 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Ikkitasi katta yotoqxonasi o'zini alohida sanusi bilan birga, ikkitasi bolalar yotoqxonasi, bundan tashqari zal, mehmonxona, kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda va bundan tashqari ikkita sanuzilga ham ega bo'ladi. Va bu yoq taraf keladigan bo'lsa, atmosferasini ko'rasizlar. Choyxona bog'cha uchun juda ham zo'r bo'lar ekanda. Bu yoq taraf o'zida ham 3 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Ikkitasi katta yotoqxonasi o'zini alohida sanusi bilan birga, bitta bolalar yotoqxonasi, bitta katta zal, mehmonxona va bundan tashqari oshxonani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda ovqatlanadigan xona bilan birga va ko'cha taraflama ham ikkita sanuzilga ega bo'ladi. Bundan tashqari binolarning tagida podvollari ham bor. Ko'rib turganlaringizdek, har qanaqa maqsadda foydalanilsa juda ham zo'r. 8 sotuli mana shu uchastkamiz uchun 330 ming dollar so'rashyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. To'g'risi, men bu uyni ko'rib, choyxonada bo'yladim. O'zingizlar bitta baho beringlar. 8 sotuli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan, bir ko'rinishda ham choyxona, xohlasanglar bog'cha qilaman desanglar ham juda ham zo'r bo'lar ekan. Yashashni olaman desanglar ham katta oila bo'lib bemalol yashash mumkin, xonalari juda ham ko'p. Olmazor tumani Chimboy mahallasiga kelganmiz. 8 sotuli mana shunaqa ajoyib uchastkamiz sotuvga qo'yilgan. Kirish darvozaxonasini ko'rdinglar. Xuddi anu meropриятие qilganinglarda juda ham kerak bo'ladigan joy. Planirovkalarni tushuntirib beraman. Bu yoq tarafi o'zida qaranglar, bizda 4 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Ikkitasi katta yotoqxonasi o'zini alohida sanusi bilan birga, ikkitasi bolalar yotoqxonasi, bundan tashqari zal, mehmonxona, kuxnyani ham ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda va bundan tashqari ikkita sanuzilga ham ega bo'ladi. Va bu yoq taraf keladigan bo'lsa, atmosferasini ko'rasizlar. Choyxona bog'cha uchun juda ham zo'r bo'lar ekanda. Bu yoq taraf o'zida ham 3 ta yotoqxonaga ega bo'ladi. Ikkitasi katta yotoqxonasi o'zini alohida sanusi bilan birga, bitta bolalar yotoqxonasi, bitta katta zal, mehmonxona va bundan tashqari oshxonani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda ovqatlanadigan xona bilan birga va ko'cha taraflama ham ikkita sanuzilga ega bo'ladi. Bundan tashqari binolarning tagida podvollari ham bor. Ko'rib turganlaringizdek, har qanaqa maqsadda foydalanilsa juda ham zo'r. 8 sotuli mana shu uchastkamiz uchun 330 ming dollar so'rashyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. To'g'risi, men bu uyni ko'rib, choyxonada bo'yladim. O'zingizlar bitta baho beringlar.